uchun. Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bizning mavzumiz, ya'ni bizning servisimizda qanaqa necha xil mo'y borligi va qanaqa avtomobillarga xizmat ko'rsatilishi haqida qisqacha aytib o'taman. Xo'p, ko'rishlaringiz mumkin orqamdagi kadr. Bu yerda 65 xil mo'ylarimiz bor. Грузовой, легковой, har qanday hatchback, sport car, sedan, lyuks sedanlar, hamma avtomobilga tushadigan mo'ylarimiz bor. Tak, bularning ichida особый brendlar Rover, Shell, Adino, Total, Lursen bor, Stenya mo'ylarimiz bor, Avista. Xo'p, avtomat korobka, mexanik, robot, variator korobkalarga 12 xil mo'ylarimiz bor. 7 xilga yaqin antifrizlarimiz bor. Bular ichida Siberiya, Vertex, Alaska, Pemco, shularda Zimax rasullarimiz ham bor. Bizda hozirgacha taxminan ochilganimizga 1 yil bo'ldi. Hozirgacha 10 mingtaga yaqin davolni bizdan rozi hamma klientlarimiz bor. Hozirgacha mana hech qanday norozsizliklarsiz xizmat ko'rsatib kelmoqdamiz. Bizning lokatsiyamiz Surxondaryo viloyati Boysun tumanida joylashgan. Bu yerda meni o'zimiz boysunliklar yaxshi biladi. Boysun bo'yicha spokойно ayta olaman. Nomer 1 zamena masala bizda. Shu грузовой avtomobillarga xizmatimiz bor. DAF, MAN, Mercedes Actros, Volvo, FAV, Scania shunga o'xshash barcha грузовойlarimizga mo'l almashtirish xizmatlarimiz bor. Isuzu yuk tashish avtomobillarimizga esa полностью motor, korobka, ходовой sistemalarda xizmatlarimiz bor. Kuzov sistemasida bizda xizmatlarimiz yo'q. Bemalol грузовой, легковой bizga qizig'i, hatchbackni qanaqa avtomobil bo'lsa ilojini qilib, albatta mo'ylaringizni premium sifatida chiroyli holatda almashtirib beramiz. Hozircha bizda hech kim norozi emas. Грузовойlar temasiga keladigan bo'lsak, hozir qo'yib o'tamiz. Hamma keyin грузовойlar rasmi qisqacha. Yana keyin bizga kelgan inomarka, ya'ni lehkavoy chet davlatga tegishli markalarimiz, Koreya, Germaniya, Shvetsiya shunga o'xshash markalarimiz hammasi bor. Amerikanskiy Ford, Volvo, Volkswagenlar bor. Germaniyaga tegishli Mercedes Benz, BMW shunga o'xshash markalarimiz ham bizga kelib bemalol almashtirib ketishgan. Ulardan rasmini hozir qo'yib o'tamiz. Так, bu bilan nima demoqchiman? Это место для тех, кто ценит качество. Sifat bizda mezonimiz.